Assalomu alaykum azizlar. Xiva Elektroset buyum bozorida, Dehqon bozoridaman azizlar. Eng arzon yerlarni ko'rsatib turibman. Kanalimizdan uzoqlashmang, videolarni like bosib, o'zlaringizning fikrlaringizni qoldirib o'tishingiz yodingizdan chiqmasin. Yine hozir 33-Xiva Elektroset Dehqon bozorida 33-magazinni to'g'risindagi magazinni ko'rsatacakman. Bu yerda obunachilarimiz uchun narxlarni tushirib beraman deb turibdilar. Shuning uchun ozgina ko'rsatib o'taman. Mana shu ko'rib turgan kostyumkalaringizni 15 dan 40 ming so'mdan beriladi ekan. Noshnoylar bu yerda 80 ming so'mdan, 100 ming so'mdan ekan. Eng arzon bahoda qo'yibmiz deb turibdilar. Azizlar, shu yerda Xiva Elektroset Dehqon bozoridan xarid etsangizlar, kanalimiz a'zolarini aytilgan baholardan ham arzonroq etib beriladi. Bu yerda azizlar ichki kiyimlar ham bor, har xil tovarlar bor ekan. Ro'mollar ham xil-xillari bor, sochiqlar ham bor, adyollar ham bor, pastillar bor ekan. Hozir ozgina ko'rsatib o'taman. Shu ko'rib turgan kostyumkalaringiz 40 ming so'mdan azizlar. Bularning ichida 20 ming so'mlik kostyumkalar ham bor. Ko'rib turgan kostyumkalaringiz 60 mingdan, 70 dan, 80 ming so'mdan ajoyib. Hijob o'ridon qizlarimiz uchun bular ham 80 ming so'mdan ekan. 40 ming so'm ekan azizlar. Kanalimiz a'zolarini undan ham bitta kelishtirib beradilar. Kelaverasizlar. Yuqoridagi qatorlarimiz 60 ming so'mdan, 50 ming so'mliklari bor, 70liklari bor azizlar. Tanlab olaverasizlar o'zlaringiz. Bular 80 ming so'm ekan azizlar. Bu qator ne? Bu qatorimiz 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan azizlar. Bu qator ne? 15 mingdan 50 don eng uzoqi bizdagilar. 15 ming so'mdan ham bor azizlar. Kelaverasizlar. Eng arzon yer nerdasalar, men Xiva bozorlarini aytaman sizlarga, tavsiya etaman azizlar. Adyollar nedan qo'yibsizlar? Adyollarimiz 200 ming so'mdan 2 odamliki. Avang 200 ming so'mdan. Bular 220lik so'm. Avang Bular 250lik, 230, 220 etib beriladi. İspanya'da polniya deydi onu. Siz hozir aytib turibsiz-ku, shu narxlardan ham bitta kelishtirib bering meni obunachilarga. Beriladi, kelsalar. Obunachilaringizga. Bu yerda tovar ko'p azizlar, ochilmay turganlar ham bor. Yostiqlardan ham bor ekan, bularni ham aytib o'tavering. Bir odamliklar 120 ming so'm. 100 ming so'm. Geliştirib beriladi, kelsalar. Buni nomusi bor, ayting 100lik komplektni. Plastinası, inana körpəsi. Bular 150 ming so'm. 150 ming so'm. Xitoyniki. Bular hammasi 150 mingmi? Bu 250lik. Bu zimaletalar ikisi. İşimi? Avang, zimaleta bular. Bular geliştirib beriladi. Keyin bu chetdagilar nereden? 100 ming so'mdan, 80 ming so'mdan geliştirib beriladi shular. 80 ming so'mdan beraman deb turibdilar. Kanalimiz a'zolarini azizlar, kelaverasizlar. 33 Xiva Elektroset Dehqon bozorini metraj do'koni va 33-chi. Shuni to'g'risindagi magazin bu azizlar. Nomer qo'yganlaridan keyin yana bir qator nomerlar bilan e'lon etib ko'rsatib o'taman azizlar bu arzon magazinni.